Başladı. Başlapti. Xulosa bugun sizlar bilan funksiyalar haqida ko'rib o'tamiz. Yana bitta gapni aytmoqchiman. Albatta biz qisqa haqida Pythonda boshlang'ich darajada qisqa tushuntirib ketyapmiz. Boshqa joylardan ham ma'lumotlarni olib olishingiz mumkin. Bu yerda az ma'lumot beryapti ekan, bir bola qilyapti ekan. Haligi qilish shart emas. Men qo'ldan kelgancha judayam oson qilib tushuntirishga harakat qilyapman. Eng boshlang'ich darajada o'rganayotganlar uchun. Keyingi ma'lumotcha o'sha tushunib yavash-yavash qilib, keyin YouTube'dan ham boshqa videolarni ko'rishlari mumkin. O'ta tushunarli qilyapman desam bo'ladi menimcha. O'zim uchun menimcha rosa tushunarli bo'lyapti deb o'ylayapman. Funksiyalar bizda nima edi? Python funksiyalar bu ma'lumot bir vazifani bajarish uchun yozilgan kod bo'lib, qayta ishlatiladigan kod blogi. Bir marta masalan kod yozdingiz va uni qayta ishlatishingizga imkon beradi. Funksiya nima uchun kerak? Kod takrorlashni kamaytiradi. Kodni tushunarli va tartibli qiladi. Bitta vazifani tez bajarishga imkon beradi, xatolarni topish uchun. Masalan, katta kodlar, ilovalar boshqa narsalar kodlari bo'lsa, o'sha yerga masalan bizda funksiya def bilan belgilanadi. Kaliti def. Mana bu yerda bizga misol bergan, def salom. Bu yerga def yozib turib, mana bu yerda mana def salom deb yozganmiz. Bitta funksiya yozib oldik. Bu yerda qarshisida bo'sh funksiya turibdi. Uning uchun yozish shart emas. Keyingi videoda ko'rib o'tamiz. Bu yerga print deb yozyapmizda, uni string olib turib salom. Bu yerda mana salom. Uni funksiyani bu yerda kirityapmizda va run qo'yimizdan keyin bu yerda salom deb kelyapti. Bu yerda biz tekshirib oldik, xatomi yo'qmi deb. Xato bo'lganda bu yerda bizga xato berar edi. Kodimiz ishlayapti. Mana bu yerda salom. Chiqarish uchun mana bu yerga salom deb yozsang, mana shu yerda o'sha salom bir bo'lanligi chiqib kelar ekan. Funksiyalar, parametrli funksiyalar. Funksiya tashqaridan qiymat qabul qilishi mumkin ekan. Mana bu yerda salom ber, ism, mana bu yerda ism salom. Buni tekshirib ko'ramiz. Qilamiz. Saqlaymiz va mana salom hayitbek deb chiqildi bizda. Mana ism, mana bu yerga ism qo'yganmiz. Mana salom ber hayitbek. Bu yerga любой narsani masalan ism deb turib, bu yerga ism qilsak, mana ini qilsak ham menimcha chiqarib berish kerak bizga. Adashmasam. Qilamiz. Saqlaymiz. Va mana bu yerga printer nima chiqaruvchi funksiyamizda nima bo'lsa bu yerda ham shu bo'lsa albatta xatosiz bizga chiqarib berar ekan. Mana salom funksiyani ichida biz bitta funksiya ochib oldik. Mana xohlagan paytimiz mana shu yerda mana def qilamizda, mana print chiqaruvchi funksiyani ichiga o'rtadan kerak narsa yozasizda, ichini tekshirmoqchi bo'lsangiz, funksiyani bu yerda chiqarib turib terminal orqali bajarishingiz mumkin. Qiymat qaytaradigan funksiyalar. Return def qo'shiq b return b natijasi qo'shiq b print
Lekin tekshirib ko'ramiz. Bizda 8 chiqib keldi. Bu yerda mana natija qo'shiqni ichiga mana bu yerda a deb berganmiz, bu yerda ham 3 deb beryapmiz va print natija. Bizda bu yerda mana natijani so'rayapti. Natija chiqaruvchi funksiyamiz, bu yerga natijani yozyapmiz va bu yerda natijani qo'shib bizga ismini chiqarib berdi, natijasini. Bu yerda return qiymat ichiga raqam berish, qiymat qaytaradigan funksiya. Bizda return qiymat qaytaradigan funksiya. Qoldi. Funksiyalar qanday vazifalarni bajaradi o'zi? Funksiyalar quyidagi ishlar uchun ishlatiladi. Hisob-kitob, ma'lumotlar qaytarish, bir xil o'yin va dasturlarda. Masalan, hamma Pythondagi hamma narsa bu yerda ham. Python nima qiladi? Hisob-kitob qilib, ma'lumotlarni chop etish, tartiblash va o'yinlar va dastur haqida va bot va saytlarni har xil narsalarni yaratish uchun xizmat qilardi. Shuning uchun hamma ichida hamma narsa ishlatilar ekan. Masalan, print emas, string buni ham ishlatadi. String bo'lmasa bular ham ishlamaydi. Albatta, ishi boshqa narsalarda. Real misol. Python tug'ilgan yil bize 17 chiqarib beryapti. Mana ko'ryapsizmi? Bu yerda mesela avtomatik mana 2028-yilni ayirib bizga 17 yoshni chiqarib beryapti. Bitta misol ko'rib oldik. Shundan sizlar ham shunday to'xtatib har xil bu yerga natijalarni o'zgartirib o'zlaring yozib olishlari mumkin. Daftarlarga yozib olishni unutmanglar. Xulosa, funksiya bu dastur ichidagi kichik yordamchi def bilan yoziladi. Def parametrlarni oshirish va qiymatni qaytarish mumkin. Masalan, bu yerda qisqa narsa yozib qo'ygandim. Oddiy hayotda misol plyus, qayerda plyus tugmasi funksiya sen faqat son berasan, u esa hisoblab natijani beradi. Va mana nomi salom, vazifasi salom chiqarish. Salomni kimsa yo bolasini ikkinchi yilda hisoblangan funksiya nima qiladi? Kodni tushunadi, vaqtni tejaydi. Bitta ishni takror bajarishga imkon beradi. Qiymat buni tekshirib ko'ramiz. Mana bizga 25 chiqarib berdi. Xulosa bir jumlada. Funksiya bu chiqaradigan funksiya ishlaydigan bu chiqarganda ishlaydigan oldindan yozib qo'yiladigan buyruq to'plami. Albatta bu funksiya haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, albatta bu yerda Mohir Sariq Dev YouTube kanalidan ko'proq ma'lumotga ega bo'lishlaring mumkin. Funksiya 19-dars Pythondan. Albatta menimcha o'ta qisqa tushunarli qilib funksiya haqida bilib oldik deb o'ylayman.
Albatta, darsni shu bilan yakunlasak bo'ladi.